Temur To'xtasinov boshchiligidagi hakamlar brigadasi tanishtirishni boshladi. Boshlab berish arafasida turishdi. Hushtak chalindi, o'yin boshlandi. Hal qiluvchi futbolchiga aylanib ulgurgan Neft jamoasida. Balkim Superliganing ham ko'pchilik tomonidan aytilayotgandek eng yaxshi futbolchisi bo'lib turgan Yo'ldoshev bugun hech qanaqa himoyaviy futbol yo'q mazmunida Paxtakor ham pressing qilyapti. Shu joyni o'zida to'pni olib qo'yishmoqchi, lekin Neftchi chiqib ketdi. Ochishdi, yo'q, bermadi. Yo'ldoshev Doston qochyapti, Ibrohim Xalil quvyapti, Doston qochyapti. Hop va uddaladi Yo'ldoshev. Hamdamov bu duelni yutqazyapti bugun. Ergash juda tez o'yinga kirityapti to'pni. Katta, zo'r. Ibrohim Xalil ochilyapti. Mana bunaqa pas beryapti va hozir hisob 2-0 bo'ladimi? Shu joyda. Hop. Negadir shedevr o'ynadi. Oldinga aylanaveradi. Xarakteri yoqyapti. Donnarumma bo'lib aylanaveradi. Futbolchilarga e'tiroz bildirish imkonini qoldirmadi. Yo'ldoshev, voy. Va markazda unday o'ynash kerak emasdi. Yo'ldoshev juda erkin o'ynaydi, juda xotirjam ketadi va sariq kartochka bo'lishi kerak nazdimda. Yana Yo'ldoshev bermadi. Doston oyoqlarini cho'zdi rosa. G'iyosov. Zo'r pas. Negadir Marushich Aliboyev bilintirmayapti. Ibrohim Xalil kesib tashladi o'rtada raqib hujumini. His qilmadi sherigini. Alijonov oxirgi hujum va hushtak chalindi. Neftchi Superkubok sohibi. Farg'onaliklar buni uddalashdi. Yaqinda mamlakat chempionligi va navbatdagisi yangi murabbiy bilan Superkubok egasi bo'lish. Ajoyib natija. Haqqi bor deydi odam. Haqqi bor holatda hozir O'zbekiston Superkubogi sohibi. Katta Neftchi Superkubok sohibi. Farg'ona tonggacha kuyla. Farg'ona tong otguncha bugun uxlamaslikka, bayramni nishonlashga haqqi bor. Bobur Arena mana ko'z o'ngimizda Bay Arenaga aylandi qo'ydi. Super Neftchiga aylandi. Superliga, Superkubok, super mavsum starti va bugun super o'yin ko'rsatgan jamoa g'alabani bayram qildi.